Assalomu alaykum. Biz bugun sizlar bilan elektr xavfsizlik choralarini mavzusini ko'rib o'tamiz. Elektr energiyasi bu zamonaviy hayotning ajralmas qismi bo'lib, lekin e'tiborsizlik bilan fojialarga olib keladi. Elektr zanjiridagi simlar ma'lum bir eng katta tok kuchiga mo'ljallangan bo'ladi. Agar zanjirning tok kuchi chegaradan oshib ketsa, sim qiziydi va uni o'rab turgan izolyatsiya materiallari erib ketishi mumkin. Xonadonda quvvatli elektr iste'molchi asboblar, masalan, elektr plita, elektr isitgich, elektr choynak, dazmol bir vaqtda yoqilsa, elektr zanjiridagi tok kuchi keskin ortib ketadi. Natijada zanjirdagi izolyatsiyalangan simlar qattiq qiziydi va qisqa tutashuv ro'y berishi mumkin. Va bunda tashqi qarshiligi nolga teng bo'ladi. Bu jarayonda elektr asboblaridan noto'g'ri foydalanishda tokli izolyatsiyalangan simlarga tashqi shikast yetkazilganda sodir bo'ladi. Simlarning bir-biriga tegib qolgan joyida nihoyatda katta tok oqadi va shu zahoti kuchli chaqnash yuz beradi. Sim uziladi. Biz bunga qarshi elektr choralaridan foydalanamiz. Elektr jihozlari bilan ishlashda qurilmani o'chirishimiz, nam qo'llar bilan elektr asboblariga tegmasligimiz, elektr simlarni shikastlamasligimiz yoki o'zgartirmasligimiz lozim. Elektr panellarni birlaridan uzoqroq saqlashimiz, uyimizda va ish joyimizda zaminlashgan rozetkalardan foydalanishimiz kerak. Faqat malakali mutaxassislarga ishonishimiz lozim. O'zimiz elektr tarmog'iga o'zgartirish kiritib, uniga teginmasligimiz. Agar sim yorilib ketgan bo'lsa, darhol kompaniyaga xabar berishimiz kerak. Shuni unutmangki, har bir rozetka potensial xavf manbai hisoblanadi. Har bir sim hayotingiz bilan bog'liq. Bunisi yaxshi chiqdimi? Bunisi yaxshi chiqdi.